Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahabetihi ve men itteba'udah. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve tebbit akdamana ve surna alel kavmil kafirin. Amma ba'd. Bugünkü dersimizden teması min ahlakil ma'mun. El-ma'mun Abbasi halifelerinin birisi. Yukarıda tutku bir derste. Harun Reşid'nin oğlu. Halife Ma'mun'un ahlakı deydi. Hukiye anil qadi Yahya ibn Aktam. Yahya ibn Aktam Ma'mun zamanındaki alimlerinin birisi. Ötkenki dersimiz çıktı o. Yahya ibn Aktam. Şu kişiden muşunda hikaye kılınıptı. Kala Yahya ibn Aktam al-qadi dedi. Kuntu naiman zata leyletin indel ma'muni fa'ataş. Bir kişi ben Ma'mun'un kaşıda konap kalmıştım dedi. Şuna keçide bu qadamlığında bu halife olan iken keçide ibadetler var mı, nemiş kılımında bakışın ya uykusu gelmey yetipti. Yetkan iken keçide halife Ma'mun ustav kitap فَمْتَنَعَ أَنْ يَصِيحَ بِغُلَامٍ يُسْقِيهِ وَأَنَا نَائِمٌ. Men uxlavatkan boğaçqa, meni uxlavatıdı der, bunu su ekettirdiğin malayidin birini çakırmıdı deydi. Falana ya su ekegen deb to'lisa, qazi o'g'in ketmasin deb baqirmidi deydi. فَيُنَغِّصَ عَلَيَّ نَوْمِي. Mening uyqumni bearam qilib qo'yashdan ansirab adam chaqirmidi. Yunagg'is bearam qildi barakanni qildi deganda. Uyqusini buzayotdi. فَرَأَيْتُهُ وَقَدْ قَامَ يَمْشِي عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ. Meni bearam qilmay deb munda qarasam putuning uchiga dasigancha quvonmangdi dedi. Bu qupab putuning uchiga dasigancha mangdi. Tegish chiqamay mangay debdi. حتى أتى موضع الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو 300 خطوة. Aşında putun ucu desigençi menep su bar jayığı bade. Su bar jayılan su kaçılangan kozula koyulgan urun 300 kadem kilometre. Siz çamdan mı do? Hatto diyenler. Çamdan. Otwa. Otwa'da şeytanlar ayış ketmalar gibi bir ayet. Şeytanlar kademlerge geçmanlar akıdılmamam değil. Şu kadem alı demez mi? Bu kadem alanki akıdımız bir kadem alıp bunda geçsek bu Otwa'da şeytanlar ittibak yapalım. Kizan diyen kozuninki köpüske. Kozu diyen söz Parsi dinkagen muhamas mı Arap dilde lekin doğrusu Arap dilde başlıyor. فَأَخَذَ مِنْهَا كُوزًا فَشَرِبْ. Ondan bir kozunu elep işte. Mesela bir evrikte Mısır'ın bağı hazır. Evriktek tutkuş yok, sapal değilse lan. Kişilik bunda bir nersemde. Sonra bir kozunu elip ondan su içti. ثُمَّ رَجَعَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ. Andın bütün uççuk destigince kayıtıp geldi. Hatta karuba minel firâşillezî ene aleyh. Kayıtıp gelip men uxlavatkan köpünün qışığa kelgen çağda, kelgiçe aşında bütün uççuk destek geldi. Aşağı kelgen iken فَخَطَى خُطُوَاتٌ خَفِيفَ كَيْ لَا يُنَبِّهَنِي. Menin qışımga kelgen çağda tiviş çıqamaslık için takım engel bir neç kadem elep hatta sara ila firâşi özünün köpüsü bir yatdı. Demek ajraqdan kelgiçe bütün uççuk destek yaptı. Bu qazi yatqan joyga yaqin kelgen çağda 3-4 kademni takım engel bekrek tiviş çıqamaydigan holatda asta kadem elip lan özünün köpüsü görüp yatdı. Yunabbihani ma? Mene uykudan oğutatması için. Agahlandırış şey oldu yunabbiha. Thumma ra'aytuhu ahiral leyl. Andım ben keçinin en ahırda onu gördüm dedi. Ve kad qama li qada'al haca. Hacet kıyılı kopkallıkını gördüm. Ve kâne yekûm fi evvelil leyli ve ahiri. Bu Halife Ma'mun keçinin daslıpıdı mı ve keçinin en ahır kısmıdı mı kopap teheccüd okuyup dedi. Yekûmu diye mesela kıyamul leyl okuyup demektir. Veya turtte denir de. Lugat taraftan turtte desek yani turtte namaz oturttu. وَلَمَّا أَتَى الْفَجْرَ قَعَدَ طَوِيلًا. Bamdat vakti boğan çağda, tanatman çağda uzun otta dedi. مُنْتَظِرًا أَنْ أَتَحَرَّكَ. Menin da medillat bamdasta oğunuşumunu kütüp uzun saklap otta dedi. فَيَصِيحَ بِالْغُلَامِ. Men oğansam andım malayını çakıray da. Malayını çakırmay menin oğunuşumunu kütüp uzun oturup gitti dedi. فَلَمَّا تَحَرَّكْتُ. Men asla medilga vaktimda وَتَبَ قَائِمًا وَسَاحًا. Ders durup, vətəbə degen sekrep tur dedi. Sekrep durup, tuğlu de. Ey bala de. Kulunu, nümünü, gulam de çakırdı aşağı, malayını.
Ve teahhaba lis-salati ve salla. Hani namazga tayyorlik qilib namoz o'qidi. Ya'ni bundan shirkatida o'qidi degan gap. Thumma ja'ani faqala li. Andin mening qashim kelib, menga dedi. Kayfa asbahta ya Aba Muhammad? Muhammadning otasi, ya'ni izzat qilganligini, Aba Muhammad degani kunni bilan chaqirish arab tilida izzatlab chaqirishni bildirdi. Muhammadning otasi qandaroq qopla deb so'radi. Va kayfa kana mabituka? Qandaroq yetibla kechidim. Be'aram mummayatlimo degan tariq. Mabit degan qo'nash. Qultu khayru mabit. Eng yaxshi joyda eng yaxshi shaklda yotdim. Ja'alanillahu fadaaka ya amiral mu'minin. Ey mu'minlarning amiri, Alloh meni o'zlariga fido qilsin. Qad khassakallohu ta'ala bi axlaqil anbiya. Allah Taala janoblarini payg'ambarlarning axloqi bilan xos shunda alohida qildi. Ya'ni payg'ambarlarning axloqini beribdi o'zlariga. Va habbaba ilayka siratahum. Janoblarga ularning tutgan yo'lini, yurish turishi, shunda qiladigan ish izlarini sizga suyumli qilib, sizni shuni amroq qilibdi demoqchi. Fahanna'akallohu ta'ala bihadihi an-nafhati wa atammaha alayk. Nafha degan so'q shamal. O mesela muzdek bir nimadan shunda kelsa, so'q o'rinda, no arablarning diyari issiqogan ekan, so'rin mayin shamaldan-da, so'rin salqin bir shamal shunda, o'si shunda bir rahat olamda, jang'i rahat oldigan, anda so'rin shamalni deymiz. O'rda bir kelgan shamal olsunda adam o'zirini berib ketgan. Shunda bir Alloh taolaning huzuridan kelgan shunda bir ato qilib etgan bir yaxshi in'om demakchi, shart maqsad. Ondan lafha olsa tununun aldıdan da kelgen şamal olsa bizlik qiziq bu o'rindiga. Mushu Alloh taoladan kelgan mushu yaxshi in'om bilan Alloh taolo sizni baxtli qilgay. Hamma akalloh degan o'zlarini unda sog'lom, baxtli qilgay demoqchi. Va atammaha alayk. Yana shu ata qilgan mushu iltifatini, ne'matini sizga tamomlab bergay. Demak, nafha degan soğuk, salqin, shamal. Bir qatım shunda kelgan, bir qatım nafha degan. G'urr kelgan bir so'q shamal deymiz. Lafha bo'lsa issiq shamal. Va kuntu ma'ahu yawman fi bustan. Qadi Yahya Sulaprotid. Yani men Xalifa Ma'mun bilan bir kuni bir bog'da bo'lib qolgandim. Faja'alna namurru bir-rayhani fayakhudhu minhu at-taqa wa at-taqatayn. Shundan biz Rayhan gulning qishdan o'tganimizda uningdan bir putak ya ikki putakni unda uzib ag'iltu dedi. Ben jiqqan bo'lishi mumkin. Taqa degan bir shox ya bir putak. Ve yaqulu li qayyimil bustan. Qayyim degan xavaochi, qarg'uchi degan bo'ldi. Bog'ga qaraydigan bog'vanga li qayyimil bustan. İbn Qayyim da bağlanma. İbn Qayyim al-Jawziyya. İbn Qayyim al-Jawziyya degan bir madrasaning ismi. Saqiya, Sajiya degandek. Jawziyya madrasasining nozirining o'g'li degan bo'ldi. Qayyimga maktab qaraydigan odam. Maktabning ishlarini ham shuni o'qidi. Hozir bu nozir deymiz-ku. Shu maktabga qaraydigan kishining o'g'li degan bo'ldi. Bu odam bog'ning qayyimi noziri, bog'ga qaraydigan kishi ya debdi. Asli hadal havd ma ko'lchakni ya ma tashtakni degandagi shu bog'dagi ba'zi bir tashdakdek, jumloq bir yerlar ya ko'lchakdek, qurib qolgan ko'lchakdek bir yerni yani o'ngshagan debdi. Va la tagris fi hadal havd shay'an min al-buqul. Bu ko'lchakka ko'ktat, bunda o'tchib gulga oldan hech nima termagan debdi. Buqul degan g'uli yo'q o'sadigan o'simliklar. Ya big'lab o'sadigan o'simlik. Samanğulluk o'simliklarni buqul deymiz. Mesela müşahir nimani buqul deydi mesela. Nuqut, ades deymiz, fırçaq, shuni buqul deyapti. Lekin bu yerda shu buqul degani ya big'lab o'sadigan samanğulluk gulga o'simliklarni demak. Qala Yahya va mashayna fil bustan min awwalihi ila akhirih. Biz bog'ning u beshidan yana bir beshi qadar mangdiq. Va kuntu ana mimma yelish shams. Men kun chiqqan tarafga ketdim. Bu ishkaylar bunda bo'lgan bo'lsa, bir tarafı kun chiqqan, bir tarafı sağ ekan. Men kun chiqqan joyga ketdim deydi. Vel ma'mun mimma yelizil. Ma'mun sağ chiqqan joyga ketdi. Fakana yajzibuni li atahawwala ana fi dhilli wa yakuna huwa fi shams. Shuna meni tatdi deydi. Meni sağga o'tkazib qo'yib, o'zi
aptap tutmamış için beni tatipte deydi. Bu diğerli olan iken aptap kıyın kıldı demeye. فَاَمْتَنِعَ عَنْ ذَلِكَ Şunlar ben unumay turalım ben. Ben anda tahsil unumay turaldım. Hatta balagna ahiral bustan. Ta ki biz mengap bağının en ahirga o çekiyi verip bulduk. Mengap uyan mengaptan. فَلَمَّا رَجَعْنَا Kayıtkınımızda قَالَ ya Yahya Yahya لَتَكُونَنَّ فِي مَكَانٍ Çokum benim ornum ötemde. Adım ya da Halife Ma'mun berişte saydım andı. Ma qazi aptap qaldı. Endi qayt işte. Yani şunda da ahyanlarniken orun almış eyle. Mening ornum kelgan sen saydıma, ma aptapma demoqchi. Lam mishada unda atıldı. Lamet tawti'a. Lamet tawti'a deb atıldı. Nima uchun esa mayli qasam bor. Vallahi la takunanna fi makani demoqchi. Yani vallahi degan so'z mayli mahzuf. Ve la akunanna fi makanik. Men senin onun kelime, sen mening o'rnimga o'tsa, ayında o'tmasang bo'lmaydi zade deb qasam qildi. Hatta akhudha nasibi min ash-shams kama akhadta nasibak. Sen mo aptapdan nasibangni olganingdek, men mo aptapdan nasibamni olay. Yani men masalan siqti qalay demoqchi. Yani foydalanay demoqchi emas, sal japatat manganingdek, men japatat mangay demoqchi. وَتَأْخُذَ نَصِيبَكَ مِنَ الظِّلِّ كَمَا أَخَذْتُ نَصِيبِي Saidin mamın nisbemini ağındak, sen mi Saidin nisbemini alırsa. فَقُلْتُ وَاللّٰهِ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Sonra ben dedim, Allah'ın kasem ey müminlerin emiri, لَوْ قَدَرْتُ أَنْ أَقِيكَ يَوْمَ الْهَوْلِ بِنَفْسِي لَفَعَلْتُ Yevm el-Hul diyen dehşet günü dedim. Dehşet günü, kıyamet günü, yani mahşergahtaki şu dehşetlik aş günde, mahşergahtı yığıldığı aş günde, cenablarına özümni daldı qilib sizni quvdiya olgan bo'lsam, albatta shunda qilgan bo'lardim. Endi atapda men nima sizni bunchalik bir ishni albatta qilmadim demoqchi. Sizni quvdayman. Viqoya deymiz-ku, viqoyaqi. Falam yazal bi hatta tahawwaltu ila dhill. Falam yazal bi degan shunda qilib u meni qo'yib bermay, ching turib, hatta tahawwaltu ila dhill. Oxiri men soyga o'tgandim. U unimidi. Unimay zot soyga o'tsa deb turgan ekan. Şun turağanıkin ahirim ben saygı ötkeldim dedi. Ve tahawwala huwa ila şems. O aptapta ötkeldi. Ve qala innahu la hayra fi suhbati men la yunsif. Hayır depti bana Halife Ma'mun. İnsaf bilen muamele qilmaydigan kishi bilan hamra bo'lashda xayrlik yo'q. Demak, men Halife o'zi Halife turib insaf bilan muamele qildi. Hemen bizim saydimandim, ma'mun saydimanson deb insaf bilan muamele. İnsaf bilan muamele qilmaydigan kishiga hamra bo'lashda xayrlik yo'q debdi. Yana darsdan cho'nlar. As-savmu tarbiyatun nafs. Bu roza qilikan. Roza o'zini tarbiyalashdan iborat. Faradallohu as-siyama fi kulli al-adyan. Alloh taolo hamma dinlarda rozani farz qilgan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. İlgiri kilagimi farz qilingandek sizlarga farz qilindi deganiki burunqa diyanat. Asli shu diyanat shu islom diyanati. Inna ad-dina indallohi islom. Ma kana Ibrahimu yahudiyya va la nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Lekin ilgirki payg'ambarlarning shariatida demoqchi. Roza farz qilingan. Alloh taolo rozani farz qilgan. Ammo payg'ambarlarning shariatida Allah Teala rozani farz qilgan. Fa ibadulloh yatabadaluna hadhihi al-ibadata ala suwarin shatta. Shunga Allohning bandalari mush ibodatni turli shaklda qilishidi. Yatabadalun degan almashtirib degan bo'ldi. Lekin bu yerda qilishidi. Va durubun muxtalifa. Turli shaklda, har xil shaklda demoqchi. Durub degani biz bir qatim o'tdik. Xil muxtalifa degan shunga yaqin. Ramazanni xil sud deysizmi? Hozir men xristianlar masalan, bo'lib 40 kun, Misriy xristianlar 40 kun roza tutdi. Buning rozasi nimadan iborat desa, go'sht narsa yemaydigan, ma'lum bir narsani yemaydigan. Ya'ni boshqa narsani yeyverdi. ولكن أشق الصيام هو ذلك النوع الذي فرضه الله على المسلمين. Lekin ro'zaning eng qiyin bo'lgani u Alloh taolo musulmonlarga farz qilgan ashu ro'zadir deydi. Demak, xristianlar endi oson. Obda ro'zika unda tutsa, hammadan tutoladi dedi. Lekin musulmonlarga eng qiyinni farz qilgan deydi. Gap so'z qilmaydigan ro'za bo'lishi mumkin. İnne nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Her türlü roza tutish so'zi bo'lishi mumkin. Nima uchun musulmonlarga farz qilgan roza eng qiyin roza edi?
Yennehu subhane arada lahum en yekunu akva ummetin mirase. Çünkü Allah subhanahu ve teala İslam ümmetine tecrübe savak çiniqish tarafdan en küçük ümmet bo'lishini xohlagan. Miras degan çiniqish, tecrübe savak qilish degan. Şu mumarasa deymiz. Şug'ullanish, qilib masalan. Feca'ala siyamaha ashadda anwa'is siyam. Şuna aş ümmetinin ro'zining turlarining eng qattiq qildi dedi. Faqad faradallohu alal muslimina siyama shahri ramadana kullih. Mesela da qiyinlikning misollarini berib atgandek hozir. Sadiyam şey misol. Allah Taala musulmonlarga aş bir oyni butun ro'za tutishni farz qilgan. Bu bir qiyinlikning alomatidir. ولا شك أن صيام شهر كامل أمر فيه مشقة كبيرة. Şeksizki bir ayını bütün ro'za tutish bu mashaqqat va bir jafolik bir ish. Va fihi qahrun lin-nafs. Ashuningda bir ay ro'za tutishda yoki ro'za tutishning o'zida odam o'zining nafsini bostirish var. Qahr degan izish, bostirish, nafsiga ayvirish yani. وقمع لكثير من شهواتها التي لها عليها قوة وسلطان. Yani nefsinin köpleyen şehvetlerini cimiktirиш var edi. Qam'a degan bu betiktirish, cimiktirиш. Allati laha yani aşu şehvetlerge aleyha degan ala nefs kuvvetun ve sultan. İnsanın nefsiga hükümran bo'lib oldigan aşu şehvetlerinin köpünchisini cimiktirиш var, ro'za tutishda deydi. Yani ro'za tutish orqali insonning nafsiga hukmronlik qilib oldigan, egallab oldigan, insonning nafsini boshqaradigan havo, havas, shahvat, xohishlarga qarta cimiktirиш roli bor. Ro'za. Sultan degani huquq yoki shunda ig'dochilik qilish, boshqarish degan. ولم يكلف الله المسلمين هذه العبادة لأن إعناتهم غرض من أغراضه. Müslümanlarını cephaya silish Allah Taala'nın bir maksudi bo'lmag'achqa, yani bu ibadetni Müslümanlar farz qilishda Allah Taala Müslümanlarni cephaya silish maksudi bo'lg'achqa farz qilmagan. Vel mashaqqata alayhim g'oya min g'oyati. Allah Taala o Müslümanlarni cephaya silish o'zi ko'zlagan bir narsa bo'lg'achqa bunda ro'zini farz qilmagan deydi. Yukallif degan anda qilishni topshirmaganmi? Yani Müslümanlara muşu ibadetine vazif kılıp tavşirmagan. Ve innema kana zalika li agradin samiye aradaha lahum ve hi agradin sahiyye. Lekin Allah Taala'nın bu ibadetini farz qilishi nayte üstün bir maqsad uchun bo'lgan. Aradaha lahum. Aşu üstün maqsadlarni Allah Taala İslam ümmetiga irada qilgandir. Bu maksat inşallah qaysa sahiyya tarafdan ko'zlangan maqsad var, axloqiy tarafdan ko'zlangan maqsad var, ruhiy tarafdan ko'zlangan maqsad var. Shunda turlik deydi. Va qad warada anna fi as-siyami ta'widan nafsi ala sabri. Warada degan keldi degan bunda. Bunda rivoyatlarda kelishicha, ro'za tutishda insonning nafsini sabrchanlikqa ko'ndirish bor. Vahtimal makare insan yaqtılmaydigan aşında işlarga bardash qilib ko'tirish, aşına chiniqtirishi var. Mesela açlık, susuzluk degan insonga ig'ir qiladigan makare, aşınga chiniqtiradigan gap. Şunu bardash qilishga chiniqadigan gap. Va fil haqqi anna da'iratus sabri ittasa'at hatta asbaha al-insanu yara fi kulli nahiyatin min nawahil hayati sabra. Endi haqiqatni qiysoq dedi va fil haqqi degan şey. Ahkamni qilsak, sabrning doirasi bek kengayib ketdi deydi. Sabr doirasi bek keng. Hattoki inson mushu hayotning har bir tarafida, har bir bulum puchqida, har bir parchasida bir turli bir sabr, toqat nimasi ko'rdi deydi. Sabr, toqat qilishni ko'radi deydi. Va fi kulli maydanin min mayadinha jaladan. Ash hayotning maydonlarining her bir meydanida, hayatning maydonlari ko'p hamda. Şunun her bir maydonda bir xil chidamliq bo'lash talab qilinganligini ko'radi. Jalad degan chidamliq bo'lash, jalliq, mazmun bo'lash. Demak, hayotningki qaysi bir sohasiga qarasang, shu yerda bir bardosh qilish, chidash, sabr qilish qatorliq bunda bir xil ishni ko'rsatadi. Masalan, fa muqawamatun naz'atil qahharati sabrun. Misol qilib aytsak, adamni mushunda
xar qiladigan, bozaq qiladigan deyli qahhara. Aşında nefsi xohishlarga taqobil turishmi bu bir sabr qilishdir. Nizaat nefsi xohish, mayilliklar degan bu. Shahvat deganga o'xshash. Odamni bozaq qiladigan nefsi xohishlarga taqobil turishning o'zimi bu bir sabrchanlik. Va mujaladatul a'da'il hissiyyati val ma'naviyyati sabrun. Hissi düşman bo'lsin, yani maddi düşman bo'lsin, ma'naviy düşman bo'lsin, ashularla elishishmi bu bir sabrchanlik. Hissi degan rasmiy hamda jang maydonida ishqilishni ko'tarib chapaman degan düşman bo'lishi mumkin. Ma'naviy degan har turli shunda ma'naviy düşmanlar. Mujalad degan elishish, urushish va taqwimun nafsi va tahzibuha va ta'widuha an ta'rida amma tuhib. Yana nafsini ruslash. Nefsini mesela tekebburluktan, haset kılıştan, riyakorluktan, menmençilikten, her türlü müşunda illetlerden ruslaş. Ve tehzibiha, tehzib diyen, egri putaklarını da yunap kesip, haram putaklarını kesip, çıraylık yasaçken bu. Onu edepleşsek bu, tehzib. Ve ta'vidiha en ta'rida amma tuhib. Yana insanın konuyu yaxshi ko'radigan narsadan asta vazgeçishga ko'ndirasi. Ustab ketgan chaqda biz shunda so'q ichimlikni ko'nglimizda tutdi. Shu ro'z tutsak masalan, yoqtirgan shu ichimlikni ichmayman deb qo'yib qo'ymaymiz. Va ta'rida amma turidu sabrun. Demak, yaxshi ko'rgan narsani tashlab, xohlagan narsani tashlab o'zini tutish bu bir sabrchanlik. وقد أفاض الكتاب في ذلك كثيرا. كتاب yazgıçılar, katibnin köpüsü. Yazgıçılar muşu akta nurgun bir narsini ezip kettirdi. Afada köp artık gepni qilib kettirdi. Xuddi bir narsini tökep onu taş tuz etkendek. Ve ma zalu yabdawuna ve yu'idun. Yani hazır kadar yani yanıdan başlap, yani qilgan gapni yani takrorlab, qilgan gapni qilaverib turibdi dedi yazgıçılar. وَلَسْتُ أُحَاوِلُ هُنَا الْاِسْتِقْصَاء اَوْ الْاِحَاطَةِ. Ben bu cayda, şu makalını yazgan kişi, şu yazgıçı demek kişi, yazgıçılar nurgun gapni deydiğini dep buldu. Hem dep bolğany, hem tekrar deyişidi hazır mı? Lekin men yada şu münasibet hemme gapni to'liq yig'ib to'plab qilma unda demek emas edi. İstiqsa degan shu bulun puchqaqni qolgan hemme gapni yig'ib unda deyman degan. Qasidemiz var Mescid-i Aqsa. Yaqa chat diyem. Chat qalgan bulun puchqaqildi ya bir yerde chesib qalgan gapni men ekilib ben bunu to'liqlab eng mukammal bunda maqola yozdim demek emas. Avul ihata, yani bir nima tashlab qo'ymay hammani to'liq ekeldim demayman. Walakin unabbihu ila maqsadin min as-siyam. Lekin men ro'zdan ko'zlangan bir maqsadga diqqatinglarni tortib qo'ymoqchi. Ara annahu ahammul maqasid. Bu ro'zdan ko'zlangan maqsadning eng muhimi deb qarayman. Va awfal aghrad, ham eng to'liq eng mukammal maqsadning birisi. Ve ejderu en yetahammalan nasu fi sabilihi al-alam. Muşu maqsadni vücut qisqirishda, şu vücut qisqirish yo'lida kishilar og'riq, ajında alam bo'lgan ig'irchiliklarni hammani chidab ko'tarsa, ko'tarishga loyiq maqsadni shu deydi. Ejder degan eng loyiq. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ويعانوا الشدائد. Yani qattiq işlardan azaplansa buluduğumuş yolda. Şedai diyen şiddetlik aşında eğrişler. Yuani diyen aşağıdan beren bulduğun, aşağıdan derdin tartılganın. ذَلِكَ هُوَ تَرْبِيَةُ النَّفْسِ وَتَعْوِيدُهَا مُقَاوَمَةَ النَّزَعَاتِ. Rüzdün közlenge maksatının en mühimi neydi ibaret? İnsanın nefsini terbiyeleş. Ruhi terbiyeleş deydi. Yani insanın nefsini her türlü şehvet, kayiş, mayilliklığa takabül turuşka adetlendiriş. وَقَدْ تَعَدَّدَتِ الْوَسَائِلُ فِي مُعَالَجَةِ خَوَارِ الْاِرَادَةِ. Havar diyen acizlik. İrade acizliğini davalashta çare usullar köpüyüp gittiklik deydi. Mualajen şeyden davalash, çare qilish. Ve da'ful azime. Da'ful azime degan havaril irade bilan ikkisi o'xshash. İrade acizliği deydi. Da'ful azime. Feminen nasi men yec'alu vesilatahu lidalika riyadatun nefs. Demek kişilerin bu irade acizliğini davalashta tutkan usulları, çareleri her türlük bulup gettirir. Acizlik zamanda şunda.
Mesela, mesela bazı kişiler var, bular irade acizliğini davalaştırgan çaresi neydi ibaret? Riyadetun nefs. Ruhi çeniqishni aşını bir çarada ruhi tarafdan çeniqimadi. Mesela yuja sen terbiyesi qilganlar var. Da o'tirdi. Bo'limi shunda bir iradani kuchlantirishimiz deyish mumkin. Yoki ba'zilar tan tarbiya qilishi mumkin. Ya chambarchilik qilishi mumkin. Har turli usullarni qo'llanib topdi. Va taqwiyatuha ala tahammul. Demak, insonning ko'nglini bardoshlik qilish uchun uni kuchlantirishga tirishib bunda chora qo'llanganligi. والذين يؤمنون بهذه الوسيلة ينسبون صبر الأمم في ميادين الصراع وقوة مقاومتهم في إبان الشدة إلى اتخاذهم تلك العادة. مش çare, naat faydalı çare, mش iradeni güçlendirdi, dep bunda etikat kıldılar, bunda işindiler. Sıra diyen küreş. Küreş meydanlarında milletlerinin bardaşlık verip, naat çiğdem bilen muşunda kahramanlıklarını nemege mensup kıldı. Muşunda tenterbiyeni kıygallıktan, manda küreş boğan çağda, manda bardaşlık çın tura aldı, dep şunun mensup kıldı. Yani muşunda bardaşlık veriş nemeden kelgense, munda çınıktan boğaçka, manda bardaşlık veraldı, deyişidir. وقوة مقاومتهم في إبان الشدة إلى اتخاذهم تلك العادة. إبان الشدة إبان وقت. Şiddetlik çağlarda ularning taqabul turush kuchi, chidamlik bo'lganligi nereden kelgan desa, bular aşı odatni yetildiganlikdan burun munda chiniq tug'an bo'lg'achqa, miyada manda ig'ir kunlar kelgan chaqda bardoshlik beraldi mana deb buning asosiy omil qayda qilgan narsa, burun munda chiniqqan odatda shu demakchidir. وَجَعَلَهَا وَسِيلَةً مِنْ وَسَائِلِهِمْ. Demek aşında çınıkışını iradeni güçlendiren bir çare üslup kılıp bunda mağdur değil. Mesela aşında davulunu kolunu vurup nazi tıkıp çınıkırlar. Kinanlısı kaltakılan tanımadı kolusunda kaltak sınıp kelse aş burun çınıkallıktın ma kolu takkaldı deydi o. Şunga o'xshash anda har turli aslında bir qiyin kunlar kelgan chaqda bu bardoshlik chidabmi turadi burun chiniqqan bu deb ash chiniqishga mansub qilgan bo'lib ketib endi shunda davomli chiniqish kerak deb bunda foydali ish bu deb irodani kuchlantirgan narsa deb ash ishni davomli qilishidi deydi. Va muqawwiman min muqawwimat hayatihim. Ularning hayotining asos turuklaridan birisi bo'lib ketadi. Mesela Hanzola davamlı atiganda terbiye oynaydigan, ba'zi chiniqadigan, davamlı qandan qildiganlar bordi. Ve aslında yomon kunlar kelgan chaqda asqatlar va bunda o'zimizni chiniqtiramiz deyish mumkin. Ne hayotning bir parchasi bo'lib ketganda shu davamlı shuni qildi. Ve asasen min usus terbiyetihim allati alayha ya'tamidun. O'zi tayangan terbiye asoslarının birisi qilib oldi shuni. ومن الناس من يعالج ذلك في نفسه بركوب الأخطار. Yani bazı kişiler üzdeki, fi nefsi diye özünün köngüldeki aş acizliğini, irade acizliğini, boşanlıkını türlü xeyim xatarlarga yoluqib, tevekkül qilish orqali davolaydiganlar. Qo'rqinchaq bo'lsa shu qo'rqinchlikni sakrab, ashunda nima qilish orqali kim qo'rqmaydigan bo'ldi deb bunda davolaydiganlar bor. Rukubul axtar ya xeyim xatarga tevekkül qilish, o'zini etish degandek. Ve muzavalat fununun min riyada. Yani bazı bir türlü tenterbiye kılış arkalık iradını güçlendirmemiz deyiş mümkün. Ve minhum men yuarridu nefsehu li alamin cesediyetin şedide. Yani bazıları özlerine naite cismani igir, ağrık elemlerle yolukturup iradını tavlayma deyiş mümkün. Ve yasbiru ala tahammuliha sabran şedide. Aşı ağrık elemlerine sevirçallık olan, kat sevirçallık kılıp bardoshlik berishga tirishib qolgan. فهذه الوسائل وغيرها على اختلافها تتجه إلى غاية واحدة. Demek bu çarenin hammasına bakarsak, bu çare olsun, baş çare olsun, hammasi turma-tur bo'lishga qaramasdan hammani to'plab bakarsak, bir g'oyaga qaramangdu deydi. هي تمرين النفس على تحمل أحداث الحياة التي تهزها هزا عنيفا. Hayatның hadisleri var. Sizin tayak değişi mümkün, işli oluşu mümkün, bazı turmuşta kıyınçılık oluşu mümkün. Muşunda insanı, insan turmuşun qattiq silkitidigan, qeqirtidigan, muşunda bir hayat hadislerine bardoshlik berish uchun insonning irodasini tavlab, ko'nglini chiniqtirishdan iborat deydi. Hammasining maqsadi shu deydi. والصمود لها ومقاومتها حتى تنجلي غواشيها. Aşı hayat
turmuş vakalıkları, hadiseleri, açıkçıkları, aşınınga takabül durup, aşının aldıda sürülüp ketmey, medilmay jim turuş yani, sumut yani, samada. Mukavama diyen takabül duruş. Hatta tenceliye gavâşiha. Gavâşi diyen aşının zulmetleri, karanlıkları. Ve leyli izâ yagşâ. Bunun karanlıkları, zulmetleri kötürülüp, yorukluk kelgenge kadar takabül durup, aşının tosaştaydı, sumut diyen. والحياة مليئة بهذه الأحداث يتعرض لها الفرد وتتعرض لها الأمم. Hayat muşunda hadise, vakalık, açıklıklardan tolup ketken. Bu vakalıklarga şahs mı düçar buludu, milletler mi düçar buludu. وَلَا يَمْلِكُ بَنُ الْاِنْسَانِ صَرْفًا لَهَا وَلَا تَحْوِيلًا. İnsan balısı bu hayat açıklıklarını ketkizütenmeydi. Ya uyan buyanğa kayır ötenmeydi, burumuz ötenmeydi. Sarf diyen ketkiz öteş. وَاِنَّمَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَعُدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا مِنَ الْعَزِيمَةِ الصَّلْبَةِ. Lekin insanın koludu boğan narsa, insan iyi boğan narsa mı? Başı vakalıklarga karta çaresi olan, kural olan narsani tayyorlab qo'yish. U kural olan, çaresi olan narsa mı? Qattiq irade, keskin irade, mazmut irade deydi. Salba degan narsa qattiq. Vel iradetul kaviyye, güçlük irade degan gap şu aş. Azimet salba degan. Yak polatdak irade deymiz. Ve sabrul kerim, yana nait isil pek yaxshi savrchanlik. Mushuni tayyorlaydi, insonning qo'lida mushu bor edi. Fa iza faja'atuhumul asifatul hawja'u tarakatuhum qiyama. Hawja degan uylarni o'rib tushirib ketadigan, daraxtlarni qo'mirib ketadigan kuchlik judun bo'ron chaqdi. Qara bo'ron deganda. Bizda qara bo'ron bor-ku. El-Havca başında şiddetli boran. Asife degan bu yağmur aralash boran. Aynan dağda daraxtni qo'mirib ketadigan yağmur aralash nima qilam da? Shunda judun deymiz. Asife degan judun. Judun degan nima? Yağmur aralash boran. Yağmur aralash boran. Asife. Nima? Judun. Uyg'urcha judun deymiz. Vay judundan Uyg'urcha anlatmoqchiman. Shu aslında hamma narsa tur taqay qilayotgan aslında bir kayfiyat kelib qolsa judun tutdi deymiz. Qaranliq tutdi degandek. Shu aslında hamma narsa qo'mirib yulib ketadigan, tushirib ketadigan qattiq shiddatli bo'ron chaqqon qari bo'ronlar tuyuqsiz ularning oldiga kelib qolgan vaqtida tarakathum qiyama. Uyini qo'mirib ketdimi, daraxtni qo'mirib ketdimi, kishi tavrimay, bunda uchib ketmay, bunda o'rtiralaydi. Irozi bo'lg'achqa. Kama tatruku shajaratas sindiyana lam taksir laha jada'a. Xuddi bosh butun daraxtni qo'mirib ketib, sindiyana daraxtini qo'yib qo'ygandek. Bu sindiyana daraxti qaysi balki chinar bo'lishi mumkin, undadir daraxt. Judun qo'miranmaydigan daraxtni topsalar shu bo'ldi. Qarg'ay sanobar etgan. Mao chinar bo'lsin. Chinar navbat bo'lib biraxsan uzun umr ko'rdi. 2000 yil qadar umr ko'rdi ekan. Bunda yo'g'on daraxtni chinar deymiz hozir ba'zi rivojning chinar daraxtida bunda nima qildi. Bu daraxtning bir turi ekan, bir xil yo'g'on baraxtligini qo'shimcha bildirishi mumkin. Demak, shunda bir daraxt bor ekan, mazmut, jildina cho'nqirlab ketgan, qo'mirolmaydigan daraxt ekan. Ashuni qo'miranmay qo'yib qo'yganidek, lam taksir laha jada'an, jaza' degan xuddamda jilti tupi. Daraxtning yagi uchrashgan tupi bor, shuni jaza deymiz. Ko'tki, ko'tak deymiz. Ko'tkini sundiranmay uni tashlab qo'ygandek, irodalik, po'latdek irodasi bor kishilarni tushirib olib ketolmaydi. Shamolga uchib ketmaydigan kishilar bo'ldi dedi. Walam taqsif g'usna. Uning biroz shixini sundiratmaydi. Taqsif degan taksir degan ma'noda. Qachaqlayotmaydi degan ma'noda. Hali bombardimon qismi qasafat deydi-ku. والشجاعة التي هي أفضل مزايا الأفراد والشعوب مزيج من عناصر تشمل فيما تشمله قوة الاحتمال. Yani şahslarning va xalqlarning, millatlarning alayliklarining ichidagi eng afzal alaylik nima? Shajoat. Shajoat eng afzal alayliklarning birisi. Bu shajoat deganimda mazijun min anasir, turli omillarning aralashmasi bu.
Anasirga amillar. Yani bu var. Elementlar da fizika manada elementlar deymiz. Maddelarni terkib topgan bo'ldi. Tashmalu fima tashmaluhu quvvatul ihtimal. Bu shajaat o'zicha olgan mazmunlarning ichida bardoshlik qilish quvvati bor edi. Yani bardoshlik qilish quvvati, chidash quvvati shajaatning tarkibidagi bir omildir. Chiday olgan chog'da undan shajaat bo'ldi. ونحن نحتاج إلى هذه الفضيلة في حياتنا العادية. Biz odatdagi turmushimizda mush fazilatga muhtoj. Yani shajaat fazilatiga, bardoshlik qilish fazilatiga. Kama nahtaju ilayha fi awqatil mihani wal kurub. Yana uningga sinaq va ig'ir kunlarda, ig'ir beshimiz kun kelgan chog'larda muhtoj bo'lganimizdek, odatdagi vaqtlarda muhtoj bo'lamiz. Mihan degan sinoqlar. Mihna deymiz-ku, shu imtihon. Mihnadan imtihon deb turindi. Kurub degan g'am, qayg'u, shunda baloyat degan. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallohu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah. فإنك لا تستطيع أن تستبدل أسلوبا في المعيشة بأسلوب. Çünkü odatdagi turmushlardami shunday bir bardoshlik qilish fazilatiga muhtojsan. Çünkü odatda kungan hayot tarzi, turmush odatingni qaysi bir odatga almashtirolmay qolasan. ولا أن تقلع عن عادة مستحكمة إذا تقاضتك صحتك شيئا من هذا. Yana mustahkam degan mazmut bitilib ketgan, mazmut o'rnab ketgan. Mustahkam deymizmi? Mustahkam bo'lib ketgan bir odatni tashlanmaysan. Taqla degan qo'mirab tashlanmaysan. Iza taqadat degan bir-biridan haqqini davolashtirgan bo'ladi. Qozi deymiz-ku, qozixona. Demak, acha davolashtirilgan joyini qozixona deydi. Qozi hukm qilib qo'ygan, davolashtirib hukm qilib qo'ygan kishi edi. Taqoda degan bir-biridan bir narsani davolashib so'rashtirgan. Demak, mishada bir narsa talab qilgan vaqtida degandek mazmun bor. Sening tan salomatliging sendan bir narsani talab qilgan chog'da min hada degani ayni bir odatni tashlagan. Masalan, tamaki chekadam, shu tilab psixologdan chiqqanga tamaki chekmang deydi doktor. Bu tamaki odatdan qutulish uchun, tan salomatligini qo'llash uchun shu odatni tashlash kerak. İlla bifadli ma fike min kuvveti mukavamatin li sultanil adem. Demek aşında nachar adatni sen salomatliging shuni talab qilgan vaqtida men kadin chiqib qoldim deb shu odatni o'zgartmasam bo'lmaydi. Tamakini tashlashdak masalan, ashuna bir odatni qo'mirab tashlashni talab qilgan vaqtida senda shu bardoshlik qilish, ashunda bir kuchli iroda bo'lmasa, mush odatning hukmronligidan qutulolmaysan. Sulton degan shu hukmronlik. Odatning hukmronligiga taqobil turib o'zgartirgan kuch bo'lmasa, senda tashlanmaysan. Va nizomlarni tatba'uhu fil hayat. Sen mush turmushda ergishib kelayotgan mush tuzumni o'zgartirmaysan. Kunda masalan bir qop tamoq ichadigan bo'lsa, bunda iroda, shunda bir himmat bo'lmasa, uni o'zgartirmaydi. Va kama ra'ayna fil hayati afradan arradu ajsamahum lit-tadmir. Ana biz hayotda ba'zi kishilarni ko'rdik deydi. O'zining badanini butunlay vayron bo'lishga tutib bergan. Tadmir degan vayron qilib o'tish. Va sum'atahum lit-tamziq. Ularning nomini tushirayotgan deydi. Tamziq degan eshitayotgan, parchalayotgan degan. Sum'a degan yaxshi nomi. Mesela şu benge, kımavaz, müştünde adamın şu adını taşlamalıktan kişiye onun ismini yaxşı atamaydı. Namı yaxşamaz kişilerin arasında. Ve özünün yaxşı namını güzeldi bular. Ve kânû yubsirûne bi'âyunihim su'e masirihim. Ularning aqibatining ne kadar yamanlığını öz gözüyle kürep turuptu deydi. Ve estemi'ûne bi'âdânihim öz kulakları bilen nümini anlaydı? Savten nezir, agahlandırış avazdan anlap turibdi. Balki banga shu kishida o'tilab anlab turishi mumkin. Ya doktor man tashlamasin bo'lmaydi deb nasihatni ta'kidlagan bo'lishi mumkin. Walakinnahum li su'i hazzihim faqadul wasilatal wahida li inqadihim mimma hum fi. Ular shu ishiga tushib ketgan, shu ig'ir ahvoldan qutuldirdigan, birdan bir chora bo'lgan shu narsani yuttirib qo'ygan. Li su'i hazzihim degan uning talazligidan yoki shumpichanligidan nima? Birdan bir chora iloj nimatta? Wa hiyal iradatul qawiyyatul lati la yamlikuha hawa vas igilvanmaydigan kuchli iroda. Wa la tastabiddu bihal madda.
Yani maddizm, madde öz yalğız egelli olmaydigan mı? İstebat edilen yalğız egelli ölesin. Ve bu maddi ölçem, maddi amil bunu boysunduramaydı diyor. Makişlik irade. Aşında irade olsa, maddi amilla boysunduramaydigan, hava yavaş egelli olmaydigan irade olsa çare şöyle. وَيَتَعَلَّمُهَا الْاِنْسَانُ مِنْ هَذِهِ الْفَرِيدَةِ الْمُطَهَّرَةِ الْحَكِيمَةِ Aşu iradini insan muşu hikmetlik ve pak periz muşu ibadetin ügünüdü, yitildirdi. Bu pak periz nimitte faridatu savm allati aradallahu biha en yuallima ibadahu kuvvetel azime. Allah Teala muşu rüz tutuştun ibaret bolgan muş periz arqılı bendelerge iradenin kuvvetini küçük boluşunu ügütüp koymakçı bolgan, igelletmekçi bolgan ve zuhda fi mebahicil haya. Mebahic degan xushal qildigan, güzel ko'rinadigan narsalar. Hadaiqa zati bahja min kulli zawjin bahij. Demak, bahja degan xushal bo'ldi, güzel ko'rindi degan ma'noda. Hayotning insonning ko'nglini xushnut qildigan go'zalliklarda zuhd qilishdir. Zuhd qilish degan nima? Xolimaslik, tashlab o'tish degan. O'zini ulmaslik. Zahid degan shu. Zuhd degan olimlarning tafsirida yumshada tutqo bir qatim o'tdi. Boshda olimlar deganda Allohning roziligiini so'zlab, ba'zi bir muboh, joiz ishlarni tashlab, puxta ish qilayotgan bo'ladi. Shunday mazmunda. Har xil ta'rif qilib dedim hali. Ibn Taymiyyaning ta'rifini keldik, yana ba'zi olimlarning ta'rifini keldik shu chog'da. Liyakunu rijalan aqwiya'a ashidda. Bendirlarga shu iroda quvvatini egallatib, noyatda kuchli bunda palvondek shunda noyatda haqiqiy o'g'il bola bo'lish uchun bunda o'tishni iroda qilganday. Liyakunu rijalan, liyakunu rijalan. Bunda o'ttaqal degan emas, bunda rijal bo'ladi. Anta rajulun va rijalu qalilun. Wa qad azharat al-munaza'at bayna al-umami kathiran min as-sifat al-hamida fi bani al-insan. Millatlar o'ttirdi bo'lgan talash-tortishlar, nizolar o'ttirib chiqadi deydi. Nima desa, odam bolasidagi yaxshi maqtildigan sifatlarning nurg'unni o'ttirib chiqadi. Va la rayba anna amjadaha va ashrafaha jami'an quwwatul ihtimal. Shaksizki insondagi isil xislat sifatlarning eng ulug'i, eng sharaflisi o'sha hamma shubakasi o'shaning ichidan eng isili nima? Bardosh qilish quvvati, chidash quvvati. وربما وقف أنصار الحرية في هذه المنازعات الشديدة موقفهم الذي تحملوا فيه الضربات. بلكي ربما ديgan بلكي hürriyet perverler dedi. Ansar hürriyet degan hürriyetke hemdemdi bo'ldigan, hürriyet talep qiladigan, hürriyet perverler mushu shiddetlik talash tortishlarda, mesela Suriyal bo'ldi, Libiyal bo'ldi-ku. Mushunda janglarda, talash tortishlarda, kurashlarda nurg'un zarbilarni yap, tavranmay tudedi. Tamam? Va anafus sadamat. Yani en qattiq zarbilar. Sadma degan unda odamga zarb bo'lgan, qattiq tegadigan narsa. So'qilish degandek, en qattiq anaf deganman. Allati sullitat ala ba'd ash-shub. Mana ba'zi millatlarga musallat qilingan degan shuning beshiga kelib qolgan, shuluq qartilgan, shuning beshiga chiqib olgan degandek. Hokim qilingan, shunda egir zarbilarni berdigan aslında hükümetlerge karşı aslında tevrenmeyi turuşu fakana li mevqifihim al-fadl. Anda tevrenmeyi tuğan. Anda aslında tevrenmeyi müstakem turuşu, muş mevqada turuşu lahal fadl fi inqad al-insaniyeti min al-barbariyeti an-nazza'ati ila at-tadmir ve at-takhrib. İnsaniyetni vayron qilish va xarob qilishga tortib ketadigan yovaylikdan qutqizishda buning roli bek cho'ng deydi. Barbariya degan yovaylik. Barbar degan yovay millatni deydi. Barbariya degan yovaylik, madaniyetsizlik. An-naza'a tortib ketadigan. Naza degan tortib degan bo'ladi. Yoki mayil qilib ketadigan degan bo'ladi. Demak, tortib ketadigan. Ya'ni vayron qilish, pachaqlab, xarob qilishga tortadigan yovaylikdan insonni qutqizishda shu bardosh qilish, chidash ruhining roli cho'ng. وستظل هذه الصورة الرائعة من الصبر وقوة الاحتمال حديث العالم لآجال طويلة وآماد بعيدة.
Muşu güzel sürat deydi. Yani çidam ve bardaşlık veriş kuvvetinden terkipte bukan güzel feyzi sürat bütün dünyanın paranı bulap ötüdü deydi. Kaçan geçerli ecelin tabi uzun müddetler geçer ve emadın daiden bu muş uzun müddet netçe devirler kadar bütün dünya söz kılıp ötüdü. Mesela Mısır'da ne vakal buldu, Libya'da buldu. Bu anda tarihte bunda tekrarlanmayan bundan buldum. Fransa inkılabı adımı okuyumuz biz onu. Çünkü o şey yani neçe yüz yıl bunu tatbik kılıp, tahlil kılıp ötüdü değil. فهذه الفضيلة التي استطاعت أن تقف أعظم أن تقف يعني توقف أن تقف أعظم قوة جارفة أن كشلك hem rasına kıtılgan kişinin aldıda takabül duraldığı müjde fazilet yani takife emame azam kuvvet desek takımlar yani aslında güçlük hem sürtakay kıtılgan müjde çoğun güçlerini aldıda tevrenmeyi turalaydıgan muş fazilet velleti lâdet bihel insaniye fi ahraci saatiha insaniyet en kıyın saatlerde insanın en kıyın ciddi paytlarda nima arqılık özü qutulduğan bardaşlık veriş fazileti arqılık şidaş fazileti arqılık nima qilgan demek her qanday kuchning oldida mushu taqabul turib tevrenmeyi turalaydi deydi bardaşlık verish quvvati yama qasada ilayhi al-islam min as-siyam islomni ro'z tutishni farz qilish orqali ko'zlagan maqsad ashu yani bardaşlık verishda chiniq turish inson وجعله وسيلة لها. Aşını, ruzunu nime vesile kıldı? Bardaşlık verişine yetildiriş, iradını tavlaşka, çidamlık ulaşka çare kıldı dedi. Ve sura min suriha yani bardaşlık verişinin bir xil namayendisi, şekli xiygan aşını. Yani ruz tutalığı adam keyinchi masalan açıkçılık bo'lib qolsa, qiyin kunlar bo'lib qolsa, 15-20 soat biroz o'tga tomoq yo suv binasi iste'mol qilmay, qaqshimay tura oladi. Shunga shunday chiniqtirishga iborat. مشاهد بوسن والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك